Assalomu alaykum quyon ishqibozlari. Bizning dastlabki quyonchilik ma'lumotlari serialiga 4-qismiga xush kelibsizlar. 4-qismining uy quyonning kelib chiqishining mazmunini davom etamiz. Bugun Tyuringenskiy zoti haqida ma'lumot berib o'tamiz. Tyuringen zoti, ya'ni sariq zonasiz. Ta'sirli va e'tiborli kombinatsiya turlaridan biri bu Tyuringen quyoni. U 1900-yilda Germaniyaning Tyuringiya hududida yaratilgan. Biroq uning ilk namunasi to'g'risidagi ma'lumotlar hatto 1900-yildan oldingi manbalarda ham uchraydi. Bu quyonlarda zonarlik yo'q, ya'ni yung qatlamalik emas, bir tekis rangga ega. Ammo bu rang qattiq sariq emas, har bir tuk bo'ylab so'ngan qora yoki zaif ko'k pigment qatlamlari bilan sariq rang aralashib ketgan. Shuning uchun bu rang turi cheripaxoviy yoki Madeira deb atalgan. Bu rang juda o'zgaruvchan, juda yorug' sariqdan tortib qora ko'mirsimon sariqqacha bo'lgan tonlar uchraydi. Hatto bir xil zot ichida ham turli quyonlarda farqli tonlar kuzatiladi. Qisqa ma'lumot. Tyuringiya quyoni, ya'ni Tyuringenskiy krolik, Germaniyada yetishtirilgan, o'ziga xos och sariq, oxiri jung rangli, mustahkam va zich tanali zot. Bu zot nafaqat zebo, balkim barqaror va ko'p maqsadli hisoblanadi. U universal quyoni, ya'ni go'sht, teri va namoyish uchun boqiladi. O'rtacha vazni 4-6 kilogramgacha boradi. Tarqalishi kam uchraydi. Tyuringiya quyoni yupqalangan, zich tuzilmali, orqasi past, yoni keng, bo'yni deyarli yo'q, oyoqlari qisqa va baquvvat, quloqlari o'rtacha, tik va yumaloq uchli, ko'zlari katta va jonli. Asosiy rang olov rang sariq, qattiq tikrlangan siyohmon qora astevoy junlar bilan. Quloqlar, burun, bo'yin, dum va yon tomonlar yengil tuklanadi. Ba'zan bu zot Fransiyada Tyuringiya sernasi, olma sernasiga o'xshab deb ham ataladi. Tyuringen zotida asosan kichik Y gen bor. Ya'ni temniy pigment, qora rang juda zaif. Bu quyonlarda asosan sariq rang ko'rinadi, ammo u ham to'liq bir xil emas. Asosan bizda quyidagi ko'rib turgan kombinatsiya genlarga uchraydigan Tyuringen zotining ranglari bo'ladi. Bu cheripaxoviy, ya'ni boshqa tilda Madeira deyishadi. Keyin bu kombinatsiyada уже nafaqat Y bilan A mutatsiyaga tushyapti, ham B mutatsiyaga tushganda quyonimiz och sabzi rangga aylanadi. Agar hamma C dan tashqari hamma genlar mutatsiyaga uchrab qolsa, bu уже tekis qum rang quyonga ega bo'ladi. Bu tiplarda rang tananing har joylarida bir xil emas. Ba'zi joylar tonkalarga o'xshab, ba'zi joylar yorug'roq. Agar kichik A, zonarlik yo'q A, katta zonarlik bor genga ega bo'lsa, rang biroz yorug'lashadi va tenglashadi. Tyuringenskiy quyonlar ana ularda tepasi jigarrang bo'ladi-da, pastrog'ida koronasi kulrangroq bo'ladi mana.
pastlari. Turingen genidan yana bitta turi. Mana shunaqa qizil fonda, qizil yungini fondida qora dog'lar. Endi bu yerda toza chiziq teginan bo'lmagan, koronali emas bular. Bularda xaotichna qora yoki kulrang dog'lar badanida tarqalgan. Mana shu ham Turingenni bitta turi. Mana Turingenskiyning yana bitta turi. Turingenskiyning belgi shu qizg'ishroq bilan qora aralash bo'ladi mana. Ko'rinishi. Buni bizda ko'pchilik yapon deydi, u noto'g'ri. Yaponda anaqa Galant geni bo'ladi bunda, Turingen geni. Bu yapon emas. Tepalari ham. Mana o'rtoqlar, Turingenskiy quyonni terisi. Mana mamyolarni chetlarini, kulrangroq tarafi, qoraroq taraflarni garona deydi. Bu yog'i bel tarafi chigaringroq. O'shancha buni yana boshqa tilda cherepaxovoy deydi. Chunki mana bunda toshbaqaga o'xshab turadigan bo'ladi yungi mexi. O'rtoqlar, agar 4 ta qismimizni xulosa qiladigan bo'lsak, birinchi, ikkinchi, uchinchi va bugundigina 4-qismini xulosa qiladigan bo'lsak, biz sizlar bilan quyidagi genlarga xabardor bo'ldik. Agutidan boshlab va qolgan ranglarga, bugundagi ranglarga qadar 4 ta ranglarni ko'rib chiqdik. Eslab o'taman, C rangi javob beradigan gen. Buni hozir hisoblamay tursak, bular qolganlar genlar har xil rangga ega bo'ladi. Shu kombinatsiyalarni hammasini, agar har xil kombinatsiyalarni turlarini ko'radigan bo'lsak, shulardan 16 ta fenotip beriladi. Shu bilan biz shu kombinatsiyani katta harfli va kichkina kombinatsiya omillarini o'zaro aralashtirish orqali olingan asosiy zotlarni ko'rib chiqdik. Ammo bu kombinator imkoniyatlar hali tugamagan. Chunki o'zaro hammasi 16 ta fenotip beradi. Agar almashtirib tursak, mana hozir sizlarga tushuntiraman. Misol uchun buni o'rniga H olish mumkin. Bu уже yana bitta kombinatsiya bo'lyapti rang. Buni o'rniga Y tushib qolishi mumkin, katta Y. Bu yana bitta kombinatsiya rangi paydo bo'lyapti.
buni o'rniga kichik d'ni o'rniga katta d tushib qolishi mumkin. Mana va hokazo. Hammasi bo'lib bulardan 16 ta fenotip beriladi. Berlindagi irsiylik institutida bu 16 fenotipning barchasi amaliy ravishda qayd etildi. Ulardan 6 tasi hali mustaqil zot sifatida yetishtirilmagan. Lekin bu faqat vaqt masalasi. 4-qismimiz yakuniga yetdi. Keyingi qismimizda C tipdagi ko'p marotalik allelomorflar masalasida gaplashamiz. Bu asosan Rусский горностаевый gen to'g'risida. Qisqacha unga tegishli bo'lgan zotlarni ham, O'zbekistonda bor zotlarni ham gapirib o'tamiz. Bu Hikol va Kaliforniyskiy quyonlar to'g'risida. Like bosish, podpisatsiya tugmachasini bosib, esingizdan chiqmasin. Keyingi videomizda ko'rishguncha va eshitgunizcha xayr, salomat bo'linglar.